Assalomu alaykum obunachilar, kuzatuvchilar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra'mizda Angor avtokredit kanallariga, gruppalariga qo'ygandik, sotiladi deb. Mashinamiz sotildi. Avtokredit qilib berdik. Boshlang'ich to'lovini ikkilamchiga 7 million so'm aytgandik. Mashinamizda aytib o'tganimdek, mashinamiz sotildi. Boshlang'ich to'lovi avtokreditga 7 million bilan chiqarib berdik. Mashinamizda holatlari bilan yana bir bor tanishtirib o'tib ketaman. Mashinamizda balonlar o'rtacha holatda. Probegi 40 ming probeg. Mashinamiz benzinda. 40 ming probeg. Mashinamiz avtomat korobka, rollari o'zgartirish bo'lingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Manzilimiz Angor tumani, Kapital bank yoni. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.